Adolat sotsial-demokratik partiyasi tomonidan partiyaning farzandlari sog'lom yurt qudratli bo'lur loyihasi doirasida yosh avlodning intellektual rivojlanishi, ma'naviy va jismoniy kamoloti yo'lida keng qamrovli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Xususan, 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan partiyaning Xorazm viloyat kengashi, Urganch shahar kengashi hamda Urganch shahar madaniyat bo'limi hamkorligida partiyaning farzandlari sog'lom yurt qudratli bo'lur loyihasi doirasida Urganch shahridagi Umid sog'lomlashtirish oromgohida bayramona tadbir tashkil etildi. Tadbirda partiya faollari, deputatlari, mazkur oromgohning rahbarlari va xodimlari, oromgohda dam olayotgan bolalar, san'atkorlar hamda ommaviy axborot vositalari ishtirok etishdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar tomonidan davlatimiz tomonidan yoshlarga qaratilayotgan e'tibor va yaratilayotgan sharoitlar to'g'risida hayotiy misollar bilan tushunchalar berildi. Shundan so'ng bayramona tadbir she'r va qo'shiqlarga tez aytish va viktorina savol-javoblarga ulanib ketdi. Yoshlarning Vatan, O'zbekiston, Onajon kabi she'rlari, san'atkorlarning kuy va qo'shiqlari ishtirokchilarga ko'tarinkilik bag'ishladi. Faol ishtirok etgan oromgohda dam oluvchilarga hamda oromgoh jamoasiga partiyaning faxriy yorliqlari hamda tashakkurnomalari tantanali topshirildi. Bir so'z bilan aytganda, partiya tomonidan yoshlar orasida tashkil etilayotgan bu kabi sa'y-harakatlar yoshlarning jamiyatda munosib o'rinlarni egallashida ahamiyatlidir.